Assalomu alaykum hurmatli parranda bozor ishqibozlari, taka ishqibozlari. Bugun Xudo xolasa hafta kuni shanba 23 bugun aka, Xudo xolasa. Hop. Bu dakandan ham katta ekan aka. Mana shu Mingbuloq bozoridan. Nima baraka qilyapsiz? Qanchalar ham? Qaysini baraka qilyapsiz? Hali sotdim. Sot qanchaga? Qayda? Qanchaga? 150 ga bo'lsa, men mana 130 mingga oldimmi? Nech pul aka? 150 ga sotdim. 125 ga olib, 25 ming qo'ydi aql. Nima ishon olmaydi? Nima ishon? 130 mingga oldim. Men senchalar yolg'onchi emasman. Yolg'on gapirganim yo'q. Bozorda oldim 125 mingga o'zi berib ketdi. Yo'qda Sodiqqa 150 mingga sotdim. Chestni savdo. Lekin bu odam 100 ta gapirsa 99 tasi xato noto'g'ri bo'ladi, o'shaning uchun. Lekin men bu o'tiraman kameran. Chiroyli xo'roz ekan. Yolg'on gapirgan odam Bu ko'kdan ko'k nisbi aka ko'k. 400 ming kam. 400 ming kam bu. Qancha qildi aka? Bozor hali Baho bermadimi? 75 ming berdim baş. 75 berdim, bermayapti. Yuzga borib ber. 100 mingga berasanmi? Aka, ular yerga urmanglar, bir xo'rasini. Ha, amalmi? Qora nech pul qora va aka? Qora 500 ming so'm kam bor, ha? Ko'zi ketib qoldi, 500 ming so'm kam bor. Bozor avjida mana bozor. Xo'roz chiroyli ekan. Hech kim narxini aytmayapti. Sodiq Qancha deyapti aka? Sodiq nech pul deyapsan? 500 ming. Qanchaga kirdi? 300 mingga? Nech pul aka xo'roz aka? Ha? Nech pul aka? 500 ming. 500 ming so'm. Ajoyib. Tulaga popashda. 500 ming so'm ekan. To'g'ri bu. Aka yo'qmi aka? Nech pul aka bu xo'roz aka? 400 ming. Gap yo'q. Qaysi oy ekan bu? Dekabr. Yirik bo'lar ekan aka. Suya katta. Yirik bo'lar ekan, suya katta ekan. Rasalakanim paytga 5 kilo olib kelsa kerak bu. Burada bu turishidan Xudo xolasa. Faqat yaxshi boqish kerak a buni. Nech pul dedingiz ya? 1 million kam bor. 1 million so'm kam bor. Tulak ekan o'rtoqlar. 4,5 kilo chiqib qoladi, ha? Qancha? 4,5 kilo. Buraya tulak. Kesimi kichikroq ekan. Mana shu yigit, o'sha yigit. Trenga chiqqan Makiyan degan. Yoshlab olib qo'ydim. Bas chiqqanlar, bir londirganlar. Degan xo'razdan ham ko'proq tular. Egasi. Egasi ancha tulaga. Hali Makiyan yuribdimi 300 minglik? Trenga chiqqan Makiyan egasi Akram aka. Makanni qaytib berganda endi Sizniki mi tursa Makiyan? Buni qancha qildi jiyanim? 200 ming. 200 mingdan boshlandi, ha? Endi kelding, ha? Xolos olib savdo qilib ketadi. Hech pul aka ko'p. Ha, shuni ko'ring. 500 ming. Savdo bo'ldimi? 500 ming kam bor ekan. Tulak o'rtoqlar mana. Ganoy. Nech pul bu Ganoy? 1 million. 1 million. Nech pul baho kirdimi? 450 ming bahoga. Nechta gapda qo'yinchi 450 ming ekan. Ganoydan qochgan ekan, ha? Ganoy. Tulaga pop tepashdi. Iyinda oxiri. 400 ming so'm. Yiriga ekan tanasi baquvvat ekan, ammo ikkalasi bir 4,5 kilo og'ir, 4,5 kilo mana shu bes. Mana shu 4,5 kilo. To'g'ri, dakan chizirash chiqib kelgan. 60 mingdan ekan, 60 mingdan.